Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan chorvoqlik bo'lib, dachidan zo'rlarini ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, qaranglar. Letniy basseyn 10/5 detskilari ham bor. Bu yerda qozon o'choq, hamma sharoitlari bor. Dachamiz qo'rasi bor. Zeleniy zona shunaqangi katta. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, salqingina mazza qilib o'tirish uchun tapchanlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, arg'imchoq, bu yerda sanuzul bor, stol, tapchan, televizorlarimiz bor. Dachamizni katta, yaxshi, приятный, halol, pokiz dachamiz. Xo'p, dam olish uchun mana ikkita lejak, bu yerda stolni tennis qo'yib qo'ygan, imamga takoy besetkilar qilib qo'yilgan. Hamma narsani ko'rsatishga harakat qilaman. Mana qozonchilar hammasi yaxshi. Qaranglar, glavniysi bu yerda ham tapchanlar bor. Agar oilaviy kelsanglar, bu yerda erkaklar o'tirib, bu tomonda ayol o'tirishi mumkin. Xo'p, birinchi spalniyamizga kiradigan bo'lsak, dachamizdan birinchi spalniysi mana shunaqa kravatli 4 kishilik qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bu yerda katta bitta keng hol. Yana mana bu yerda detskiy koykalar qo'yib qo'yilgan. Dachamizda option 3 ta spalniysi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu dachamizning narx navosiga to'g'ri keladigan bo'lsa, mayga oxirigacha 1 milliondan deyilyapti. Shanba, yakshanba kunlari, bayram kunlari dogovorni pastda egalarining nomeri bor. Bemalol telefon qilib bog'lanasizlar.